O'z opam to'g'ri aytgan ekan. Bizning uyimiz onamiz tonining ichida. Do'stlar, mana bugun uzoq qishloqda yashaydigan bir ona va ikki qiziga yordam berganmiz. Bugun yana bularga mana sovg'alarimiz bilan keldik, bulardan intervyu olamiz. Yaxshimisizlar? Yana keldinglarmi? Kelinglar. Mana onani o'zlari kelyaptilar. Onam bizdan xursandmisiz, bir duo qiling. Rahmat onangga. Boshqalarga ming la'nat. Tikka aytaver. Ko'timni kavlamasin. Tikka ayt, xo'pmi? Onamni o'ynashi tattardi uyi kuysin iloyim. Jo'ra, sen meni axtarma. Hasan aka, men sizdan xafa emasman. Shu joylarga keldim, uy-joy qildim, yo'qmadim hali. Onajon, sizni kuzatib yurganlar juda ko'p. Ular hammasi mehribonda. Mana shu tabakani bir reklama qilib beringchi. Nima go'sht bu? Tovuqmi, xo'rozmi? Bilmas. Qayerdan bilaman? Buni hidlab olingizlar, ana o'lsa bo'ladi-da. Men Rossiyada yurib, o'zbekchani bilmayman, ruschasiga ana o'lsa bo'ladi. Tuzi ham yaxshi emas. Biz bunga zirra sepadi, bir narsalar sepadi, tuz sepadi. Keyingi safar poda go'shab kel. Xo'p, xola, xo'p. Qizlar, sizlar nima deysizlar? Men bu odamman. Tikka gapirgin, qo'rqmagin, onamni o'ynashi degin. Men gapim bor. Menga qaranglar, O'rta saroy ahli, chirchiq ahli. Meni orqamdan gapiribsanlar, jinni debsan, g'alay debsan. Qayta ko'rading meni jinniligimni. Qaysi balansadan isprabgan olib kelib beroding. O'z opam to'g'ri aytgan ekan. Bizning uyimiz onamiz tonining ichida. Singlimning jahli bekorga chiqmaydi. Uyqu bermaysizlar. Shunga jahli chiqib ketaveradi. Sizlar ketaverasizlar. Onam ham ketadi, dadam keladi. Dadam ketgan joyidan qaytib kelmaydi. Dadam kelmaydi, tatar xotiniga ketgan. Mana aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, mana shu qizlarimiz shu uylarda yashashadi. Chayon ilonlarga to'lib yashaymiz. Uyqu bersin, ayting. U ham bo'ladi, xolajon. Xalqimiz mehribon, bolajon xalq. O'zlarining bolalaridan ortsa, sizlarga o'xshagan tekinxo'rlarga albatta uy olib beradi. Mana shu pastda karta raqamlaringizni qo'yamiz. Qanaqa karta? Sim kartamni qo'yasiz. Sim karta? Ha, menga qaranglar sizlarga. Men boshlang'ich to'lovini to'lab berganim bilan, lekin o'zlari ishlab pul topib to'lashlaring kerak. Ish kerak. Qizlarimga ish kerak, ishlamoqchi. Chirchiq ahli. Menga ish kerak. Smena. Kechqurun bo'lsin. Ertalabga sog'ligim to'g'ri kelmaydi. Dilbar, kechkisi men qanaqa ish? Yotib, mazza qilib pul ishlayotgan ish. Ey qizlar, orqalaringni tozalab yuringlar. Meni sasiq deysan, siqirt deysan, tellaydi deysan, cho'milmaydi deysan. Men tellab yursam ham vlajniyim bor. Artinib yuraman. Senlarga o'xshab sasimayman. Hozir issiqqa cho'milib yursanglar bo'lmaydimi? Kerak bo'lsa vannamiz ham bor. Lekin cho'milmaymiz, allergiyamiz bor. Vlajniyda yaxshi-da. Ha. Hidi xushbo'y. Mana xitlaysizmi? Mana. Ey, rahmat, o'zi shunda kelib turibdi. Sizlarga ham boryaptimi, bilinyaptimi edi? Assalomu alaykum. Meni yaxshi taniysizlar. Ashir va Sog'baman men. Men o'zim tirik bo'lib turib, dokumentalniy o'lik chiqdim. Shunga endi menga yordam beringizlar. Men tirik bo'lib turib, nima qanday o'laman? Kecha kuni dokument topshiraman deb borsam, 2 hafta oldin o'lgan ekansiz deydi. Buni qanday tushunish mumkin endi? Dori ichish vaqti kelibdi deb tushunadi-da. To'g'rimi o'sin? Shu xotin sovuq suvga cho'mildi-yu, tomi ketdi. Shu pulim bo'lmasa ham kimdandir qarz olib, Siroj Premiumdan katyol olmaymanmi, ahmoq. Shu issiq suvda cho'milardi, tomi joyida qolardi. Tintak. Endi bunga kim qaraydi? Hamshiralar qayerga qaraydi? Maxsus Trans qayerga qaraydi? Vodokanal qayerga qaraydi? Vodokanal suvga qaraydi, boshqa qayerga qaraydi? Mendan boshqa bolaga kim qaraydi? Bolaga ana kelin qaraydi. Onasi imsin qaynanalar. O'zin tirikligini unutsa unutadi, lekin kelinlik vazifasini unutmaydi. Qizimni qayda boradi? Sen kim bo'psanki, qizimni qayda borasan? Ko'rsatib qo'yma. Qoch. Qochmayman. Men seni olib ketaman baribir. Adam jaqlari chiqib olib keta olmaysiz. Farqi yo'q. Kulvorasiz. Kulvormayman, qoch. Kulvorasiz. Kulvormayman. Kulasiz. Ha, kuyov, nimaga keldingiz? Endi adajon shu desangiz, yosh oilamiz endi bo'lib turadi. Shunga ozgina endi urishib qo'ygan joyim bo'ldi. Nega ko'zimga qaramayapsiz? Yo'q, endi qilgan ishimdan uyalmayman-da, o'shanga qaramay qo'yaverdim.
Uyalayotganga o'xshamaysiz? Xursandmisiz? Yo'q, baxtliman adajon. Mana shu oilamni tiklayotganimda. Ana bu haqiqiy erkakning gapi bo'ldi. Ko'rdingmi? Men seni bani olib ketaman dedim. Hoy kuyov, O adajon. siz ham qizim so'ragan narsasini olib bering-da. Ha, adajon zakaz qilib berdim men bu AKB degan kargodan. 3 kun kutolmadi. Boshqa joylarda 15-20 kunlab qolib ketadi. Men bu AKB kargoda 3 kundan 7 kungacha olib kelib berar ekan. Shungacha ham kutganim yo'q. Yo'q. Ha, AKB ham Taobao, Pinduoduo, WeChat, men bu 1688-saytlardan olib kelib beradi. Rosta. Ha, AKBdagilar mana shu saytlardan zakaz qilishni tekinga o'rgatib qo'yishar ekan. Uydali. AKBning O'zbekistonda 300 dan ortiq yetkazib berish punktlari bor. Bemalol ishlab o'rganib, o'zi zakaz qilgan narsalarni olib kelishni bilib oladi. AKB yaxshi kargo ekan. Ayb o'zingda ekanda qizim. Uzr-da. Siz qanaqa qilib kulib olmayapsiz? Mayli boringlar. Oyoq kiyim cherdakda qolib ketdi, olib bering. Kuyovimni bezovta qilma. Men o'zim bir pasda chiqib olib tushaman.